Shamollash mavsumi yaqinlashmoqda. Shamollash mavsumiga qanday tayyorgarlik ko'ramiz? Umuman olganda qandaydir особый tayyorgarlik ko'rishni keragi yo'q, lekin bilib qo'yishimiz kerak bo'lgan bitta ikkita narsalar bor. Mavsum, ya'ni salqinlashish mavsumi bu kuz, qish, bahor mavsumlarida kun salqinlashadi. Yozdan keyin boshlangani uchun harorat bir necha gradusga kamaygani uchun biz juda ham buni sovuq his qilishni boshlaymiz va uylar markaziy isitish tizimlari yoqilguniga qadar biroz zaxlashib boshlaydi. Aynan shu paytda odamlar ko'chada yurib o'rganib qolgan bo'lsa, ichkarida ko'proq joylasha boshlashadi, chunki o'qishlar ham boshlanadi. Ya'ni maktabda hamma bitta sinfxonada ko'p odam yig'iladi, ko'chada odamlar kamroq yurishni boshlaydi. Bog'chalarda ham plashatkada o'ynab yurgan bolalar endi ko'proq ichkarida turli mashg'ulotlarni o'tish bilan vaqtni o'tkazadi va odamlar bir joyda ko'pchilik bo'lib yig'ilishi ham turli havo tomchi yo'li bilan yuqadigan kasalliklarni yuqishiga sharoit paydo bo'ladi. Shuning uchun biz bilib olishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa, agar uyimizda kuz, qish, bahor mavsumida bitta bo'lsa ham shamollagan inson paydo bo'lsa, birinchi navbatda qiladigan ishimiz o'sha insonni izolyatsiya qilish. Ya'ni sog'lomlar hamma maska taqib undan qochib yuradi emas. Mana shu shamollagan inson u bola bo'ladimi, katta inson bo'ladimi yoki keksa buvijon, dadajon bo'ladimi, o'sha shamollagan insonni izolyatsiya qilishimiz kerak. Izolyatsiya nima ekanligini COVID-19 dan keyin hamma bilib olgan bo'lsa kerak. Har ehtimolga qarshi ozgina takrorlayman. Misol uchun bitta farzandingiz shamolladi. Demak, iloji boricha uning xonasini alohida qilishimiz kerak. Uning idishlarini alohida qilishimiz kerak va u xohlagan joyda uyda yurmasligi uchun ovqatini o'sha xonaga olib kirib beramiz. O'sha idishini olib chiqib alohida qo'yib qo'yamiz. Agar hozirgi uylarda bir nechtadan vanna xonalari va hojatxonalari bor, agar hojatxona va vannani ham alohida shu insonga qilib berish imkoni bo'lsa, shuni ham hattoki alohida qilib qo'yish kerak. Albatta sochiqlar, ya'ni bu shaxsiy gigiyena vositalari shu inson uchun alohida bo'lishi kerak. Va bu insonni parvarish qilayotgan inson bu bemor insonimiz oldiga kirganida doimo maska taqib olish kerak bo'ladi va maskani har 2 soatda o'zgartirishimiz kerak. Shunday qilsak, biz qolgan sog'lom oila a'zolarimizga shu shamollash yuqishidan ularni himoya qilgan bo'lamiz. Agarda biz bunday qilmasak va uyimizda chaqaloq yoki kichkina yoshdagi bolalar bo'lsa, yuqish ehtimoli yuqori va keksa insonlarda ham immunitet nisbatan sustlashgan bo'ladi yosh hisobiga va ularda turli surunkali kasalliklari bo'ladi. Ularni ham biz asrashimiz kerak. Demak, kuz, qish, bahor mavsumiga tayyorgarlik, ya'ni shamollash mavsumiga tayyorgarlik birinchi navbatda uyimizda kimdir shamollasa, uni izolyatsiya qilishdan iborat bo'ladi. Keyingisi, bizda isitish tizimi ishga tushgandan keyin uylar o'ta ko'pchilik, ayniqsa uyda yosh bolalar bo'lsa, isitib olishni yaxshi ko'radi. Ba'zi uylarga kirsangiz 28-30 gradus qish kunida bo'lib ketadi va bu isitish moslamalari hisobiga bo'ladi. Isitish moslamalari uyni haroratini isitish bilan birgalikda havoni o'ta quritib yuborishi mumkin va aynan quruq havo bizning shilliq qavatlarimizni ham qurishiga sabab bo'ladi. Shilliq qavatlarning namligi saqlanmasa, shilliq qavatlar bu burun, og'iz va ko'z. Va birinchi navbatda bu burun bo'ladi, chunki u doimo ochiq bo'ladi. Ko'zimizni har safar ochib yumganimizda uning shilliq qavati namlanib oladi. Og'zimiz ko'proq yopiq turadi, u ham ko'proq nam bo'ladi. Lekin agarda biz havodan nafas olayotganimiz, u havo o'ta quruq bo'lsa, bizning burnimizdagi shilliq qavat biroz quruqlashishni boshlaydi va o'zining himoya qilish xususiyatlarini yo'qotishi mumkin. Shuning uchun agarda siz uyingizda oila a'zolaringiz hadeb shamollamas xohlamasangiz, ya'ni xohlasangiz, demak uyni namligiga qarashingiz kerak bo'ladi. Demak, biz isitish moslamalaridan foydalanganimizda uyimizni ortiqcha isitib yubormaymiz. Optimal harorat 22-24, agar sizda chaqaloq bo'lsa 25 gradus bo'ladi. Uxlash uchun o'sha 18-22 ni orasi bo'lgan optimalroq bo'ladi. Agarda buni ilojisi bo'lmasa, ya'ni uyingiz baribir havosi o'ta quruq bo'lib ketayotgan bo'lsa, unda bugungi kunda
turli namlatgichlar bor. Namlatgichni qo'ysangiz bo'ladi va ularning o'zini gigrometri, ya'ni namlikni darajasini hisoblab beradigan maxsus shkalalari bo'ladi va mana shu shkalalarda 40 bilan 60 o'rtasiga joylashtiramiz. Ya'ni 40 dan kamayib ketsa o'ta quruq havo bo'ladi, 60 dan ko'payib ketsa esa o'ta nam havo bo'lib, bu ham shamollashlarning ko'payishiga o'zi ham sabab bo'lishi mumkin. Keyingisi bu havoni toza saqlash. Havoni toza saqlash uchun biz albatta uyimizni har kuni tozalab turamiz, lekin buni o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki hozirgi kunda bizning mamlakatimizda juda ham qurilishlar ko'p va daraxtlarni kesishlar ko'p va avvalgidek yashillashtirish avvalgidek jadal emas va ba'zi bir o'simliklar kamayganligi hisobiga tuproqni ushlab turadigan o'sha maxsus o'simliklar, ya'ni kustarniklar deymiz, ular kamayib ketgan. Shu hisobiga bizda shamollar tez-tez bo'lib turadi. Shamol bo'lganda chang o'ta ham ko'p havoga ko'tariladi va turli qurilishlar hisobiga havoyimizda o'zi chang va o'sha changning ichida turli allergenlar va virus va bakteriyalar ham bo'lishi mumkin. Demak, agarda siz uyingiz o'ta chang bo'layotgan bo'lsa va siz 4-etajdan, qavatdan pastroqda yashasangiz, hoynahoy siz shu havoni tozalagichdan ham foydalanishingiz maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. Lekin siz 4-qavatdan yuqoriroqda yashasangiz, u yerda havo tozaroq bo'ladi. Sizga maxsus havoni tozalagichlari kerak bo'lmasligi ham mumkin. Keyingisi, bu mavsumga yana tayyorgarlik ko'rayotganimizda bu albatta havoga mos kiyinish bo'ladi. Ya'ni ko'p holatlarda uy zahro, tashqari issiqroq, ertalab juda sovuq, kunduzi o'ta issiq, kechga yaqin yana salqin bo'lishni boshlaydi va shunday paytda odam qanday kiyinishni bilmaydi. Lekin biz shunday qilamizki, demak ichkaridan bolajonni yengilroq, yengi uzun yoki yengi kalta futbolka, qandaydir kiyimcha kiyintiramiz paxta matosidan, lekin ustidan issiq bir kurtochka yoki jimburcha kiydirishimiz mumkin. Ya'ni ertalab salqin bo'lganda uni kiyadi, kun isigan sari yechadi. Bu bolajoningiz bog'cha yoshida bo'ladimi, maktab yoshida bo'ladimi, farqi yo'q. To'g'ri, maktab yoshidagi bolalar kiyinishni unamaydi, lekin biz ularga yo'q, kiyasan deb emas, bolalarga tushuntirishimiz kerak. Ertalab salqinroq, kunduz issiq. Ertalabda kiyib ketsangiz, o'zingizni ozgina yelmizak olishidan himoya qilgan bo'lasiz va shunda shamollamaysiz deb shunchaki tushuntiramiz. Chunki siz o'ta issiq kiyintirib yorsangiz, bolajoningiz ko'p harakatlanganida u terlab ketish xavfi yuqori bo'ladi va aynan terlagandan keyin unga qandaydir salqin havo tegishi, o'sha shaboda ham uzoq muddat unga salqin havoni ta'sir qilishiga sabab bo'ladi. Aynan salqin havoni uzoq muddat ta'sir qilishi immunitetni, ya'ni mahalliy immunitetni sustlashishiga sababchi bo'ladi. Mahalliy immunitetimiz esa burun ichida, og'iz bo'shlig'ida, tomog'imizda, ko'zimizning shilliq qavatlarida va terimizda bo'ladi. Ya'ni mahalliy immunitet sustlashsa, oddiy bizda odatda kasallik chaqirmaydigan bakteriya va viruslar ham kasallik chaqirishi mumkin bo'ladi. Demak, biz bilib oldik, mavsumga mos kiyinishimiz kerak. Har ehtimolga qarshi deb o'ta issiq kiyintirib yubormaslik to'g'ri bo'ladi. Keyingisi, agar farzandingiz maktab o'quvchisi bo'lsa yoki talaba bo'lsa, albatta unga o'zi bilan olib yurishga suv bering. Chunki yana bir marta ta'kidlayman, xonalarda, ular dars o'tadigan xonalarda havo quruq bo'lishi mumkin yoki ko'pchilik bir joyda bo'lgani uchun tez isib ketishi mumkin va bola har 45 daqiqada, hech bo'lmasam har 1 soatda ozgina suv ichib turmasa, suv balansini ushlay olmasa, u ham mahalliy immunitetni suslashiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bolajoningizga suv berib yorib va albatta so'rang, suv ichdingizmi bugun deb va eslatib turing, suv ichish juda muhim ekanligi, uni sog'lig'i uchun foydali ekanligi va har tanaffusda suv ichish juda muhimligini har kuni buni suhbatlar asosida gaplashsangiz, bolajoningizga ham bu bir odat tusiga kiradi. Endi bog'cha yoshidagi bolalarda esa bog'chada
bu narsa o'zi beriladi. Agar berilmayotgan bo'lsa, bog'cha opasi bilan gaplashishingizni tavsiya qilaman. Agarda bolajoningiz uydagi kichkina bolajon bo'lsa, hali bog'cha yoshiga yetmagan yoki shunchaki bog'chaga bormaydigan bolajon bo'lsa, o'zingiz har soatda suv taklif qilishni unutmang. O'zingiz ham ichishni unutmang, chunki aynan suv balansini to'g'ri ushlab turish bizni juda ham ko'p muammolardan asraydi. Shu qatori shamollashlarni oldini olishga ham yordam beradi. Aynan COVID-19 pandemiyasi avjiga chiqqan paytida suvni tez-tez ichish ko'p shifokorlarni aynan shu COVID yuqtirmasligiga bir tomonlama sabab bo'lgan. Xo'p, yana keyingisi siz hozir qanday vitaminlar beramiz, qachon vitaminlargacha yetib kelamiz degan narsani xayolingizda o'tkazayotgan bo'lsangiz kerak. Demak, shunchaki immunitetni mustahkamlashga yokida shamollashni oldini olishga qandaydir maxsus vitaminlar afsuski yo'q. Biz faqatgina sifatli, keng va ratsional ovqatlanishga harakat qilamiz. Ya'ni iloji boricha sizning ratsioningizda, ya'ni faqat sizning emas, sizdan keyin bolajonlaringiz ratsionida ham foydali mahsulotlar 80% ni tashkil qilishi yaxshi bo'ladi. Bugungi kunda fast foodlar, tez tayyor bo'ladigan turli mahsulotlar va yana foydali bo'lmagan qaysidir mahsulotlarni umuman iste'mol qilmaslik biroz qiyinroq, ayniqsa sizni bolajoningiz maktab o'quvchisi bo'lsa. Chunki siz oilada buni bolaga bermasangiz ham, u uydan tashqariga chiqqanda o'zining sinfdoshlari, do'stlarini iste'mol qilayotganini ko'rib qiziqadi, uni ham yegisi keladi. Yokida sizda bog'cha yoshidagi bolajon bor bo'lsa ham, qarindosh urug'lar sizni qo'llab-quvvatlamaydigan oila a'zolaringiz nima bo'pti yesa, hech narsa qilmaydi deb berishlari ham mumkin. Shuning uchun bunday holatlardan xafa bo'lib yurmang, lekin ratsionda 80% ni bu foydali mahsulotlar, ya'ni bunda go'sht bo'lishi kerak, ya'ni oqsil, turli chaqchuqlar, dukkakliklarda foydali yormalar, meva, sabzavotlar, ya'ni xom sabzavotlar, ko'katlar, ya'ni rang-barang bo'lish kerak. Ya'ni bizda raduga deymiz, radugada nechta rangi bo'lsa, shuncha rangli mahsulotlar ratsioninglarda bor bo'lishi juda yaxshi bo'ladi. Shunda 80% foydali mahsulotlar va 20% foydali bo'lmagan mahsulotlar bo'lsa ham sog'lig'iga putur yetmaydi. Demak, maxsus vitaminlar yo'q, lekin aynan kuz, qish va bahor mavsumida beriladigan hammaga beriladigan vitamin bu albatta vitamin D. Vitamin D haqida alohida darsimiz bor, uni ham ko'rishni unutmang. Ya'ni bolajonning yoshiga qarab, uni dozalari biroz o'zgarishi mumkin. Profilaktik dozada pediatringiz bilan maslahatlashgan holda har kuni nonushtadan keyin vitamin D berishni unutmang, chunki uning organizmga ta'siri juda ham ulkan, shu qatori immunitetga ham ta'siri katta va shamollashlarning oldini olishda yordam beradi. Faqatgina uni ichirganda nonushtadan keyin va nonushtangiz albatta qandaydir yog'li mahsulotlarni o'z ichiga saqlagani to'g'ri bo'ladi. Xo'p, keyingi doimiy beriladigan vitamin bu yod, vitamin emas, mikroelement. U to'g'ri immunitetga ta'sir qilmasa-da, lekin u organizmda ko'p modda almashinuvlarda ishtirok etgani uchun uni ham doim berib yurish kerak bo'ladi. Lekin bundan boshqa qandaydir maxsus vitaminlar yo'q. To'g'ri, bizda vitamin C va ruhni immunitetga ta'siri isbotlangan va bularni berishingiz mumkin, lekin ularni shunchaki bermasdan to'g'ri ovqatlantirish, ratsional ovqatlantirish bolajoningiz o'sha o'ziga kerakli bo'lgan vitaminlarni ovqatlardan olishi to'g'riroq bo'ladi. Shunda u o'z organizmini tushunishni o'rganadi. Ya'ni qandaydir qo'shimcha vitamin va biologik faol qo'shimchalarga tobe bo'lmaydi. Xo'p, mana biz mavsumga
tayyorlanish haqida ham gaplashib oldik. Yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak, bu narsa yoddan chiqibdi. Bu agar uyingizda namlik juda ham ko'payib ketgan bo'lsa. Chunki ba'zi bir insonlarni uylari, misol uchun, birinchi etajda bo'lsa, podvoli zax bo'lsa, podvolida doimo suv yig'iladigan bo'lsa yoki oynalarni ochgani qo'rqishsa, uylarni shamollatishmasa, unda ovqat pishirganlarida yoki vanna xonalarini ishlatishganda juda ham ko'p par chiqishi boshlaydi va u uyni qaysidir burchaklarida yig'iladi. Ko'pincha qaysidir oynani tepasida yoki patolog ostida yig'ilishi boshlaydi va u shunchaki namlik bo'lmaydi, u ko'payib ketgan namlik. Namlik ko'payib ketganda turli zamburug'lar ko'payadi va bu zamburug'lar shunchaki shamollashni emas, allergik shamollashni yuzaga keltiradi va u shunchaki yuqori nafas yo'llarini emas, juda chuqur joylashib, bronx va bronxiolalarni zararlashi mumkin va bunda siz bolajonda allergiya rivojlandimi yoki shamolladimi farqini bila olmay qolasiz. Shuning uchun agar uyingizda namlik o'ta ko'payib ketgan bo'lsa, uyingizda qaysidir burchaklari mog'orlayotgan bo'lsa, unda u yerlarni albatta ta'mirlash kerak bo'ladi va uyingizga quritgich, maxsus quritgichlar bo'ladi. Quritgichlarni o'rnatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda siz bolajoningizni va oila a'zolaringizni turli shamollashlardan va allergiyalardan saqlagan bo'lasiz.